Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azat. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining Gollandiya Xitoy jamiyatiga bergan qarshi bayonoti. 25 fevral Gollandiya parlamenti qaror ma'qullab, Sharq Turkistonda olib berilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb to'niydiganligini jakarlab, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 260-numurli qarori, ya'ni irqiy qirg'inchilik qarshi turish ahdnomasidagi moddalarga mos keladiganligini e'lon qilgan. Buningga qarata Gollandiyadagi 55 Xitoy tashkiloti birlashma bayonot berib, bu qonunni amaliyat va aqalliy savodlarni chiqish qilmay yuzimizga qora surkidi va ichki ishimizga aralashdi deyishgan. Buningga qarata Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi javoban: "Ey Xitoy tajovuzchilari, biz Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi shuni eslatdimizki, 72 yildan beri Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining qilmagan askiligi qolmadi. 1964-yildan boshlab 1996-yilgacha Lobnurni asos qilgan tarim o'ymonligida 40 necha qatim atom siniq elib berilib, Sharq Turkistondagi 1,500,000 xalqning har xil kasallarga giribtor bo'lishiga, 700 mingdan ortiq kishining o'limiga, necha 10 minglagan bovoqlarning yurak teshik tug'ilishiga sabab bo'ldi. Sening qon bilan bulg'angan qo'ling, qirish, bulab talash bilan badbo'y bo'lgan yuzingning qari surkigidek nari qoldi. Butun dunyoni aldab kelgan necha yuzingning hammasi allaqachon o'zingning yovuz qo'li bilan bulg'unib qaridab bo'lgan. 2014-yildan beri har xil shakldagi jazo lagerlarini qurib, Sharq Turkistondagi zamin sohibi bo'lgan Uyg'ur qatorliq yerlik millatlardan 5 milliondan ortiq begunoh insonlarni qamab, eg'ir qiyin qistoqlarga oldi. Nurg'un odamlar zulm sistemining dahshati tufaylidan hayotidan ayrildi. Yana nurg'un insonlar ta bugunga qadar azob oqibat ostida. Dastlabda bu jazo lagerlaridan tenib oldi. 2018-yilga kelganda yana bir badbashir yuzini ichib, jazo lageri emas, balki atalmish qayta tarbiyalash markazi deyishdi. Gollandiyadagi Xitoylarning obro'y va huquqiy eg'ir dafsandi qilindi deyishibsan. 2017-yildan buyon hech qaysi muhojiratlik Uyg'urlar yurtlarga xotirjam borolmadi. Urug' tuqqanlari bilan telefon yoki boshqa aloqa vositalari bilan ko'risholmadi. Shu munosabat bilan Turkiyada muhojirat yashayotgan necha minglagan Uyg'urlar oilam qayerda mazmundagi faoliyatni uyushtirib 3 oydan beri harakat qilayotgan bo'lsa-mu, sen Xitoylardan sada chiqmadi. Ammo butun dunyo sening niqoblanib olgan yuzlaringni ko'rishga boshladi. Sen o'zingning obro'yini o'zing buruli deb seni qilib qo'ygan. Atalmish Shinjongdagi masala qandaqdir kishilik huquq, millat yoki diniy masala emas, balki terrorlik qarshi, o'lgunchilikka va radikallikka qarshi masala. Bunda qilish Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorlik qarshi turish strategiya prinsipi va ro'yiga butunlay mos keldi deyishibsan. Xalqimizning aqalliy haq-huquqlarini, milliy kimligini saqlab qolish va diniy e'tiqodi bilan yashash uchun ib bo'lgan talab faoliyatlarini terrorlik deb ko'rsatib, izchil Birlashgan Davlatlar Tashkilotini aldab keldi. Uyg'ur, Qozoq millatining ota-bobolaridan qolgan yer zaminlarini, yer islohoti, ijara kamaytish degan nomlar bilan eqib kelgan Xitoylarga bo'lib berding. Suyini bulab talading. Tarimning ekologik sharoitini saqlab kelayotgan Tarim daryosini quritib etding. Ming yillik to'g'riqlarni kesib, Taklimakan qumliqining tabiiy to'siqini nobud qilib, Sharq Turkistonning terrorli yerlarini qumga bostirib etding. Yerlik dehqonlar isyon qilsa terrorchi deb qamab qo'yding. Bu yetmagandek terrorli qiltoqlarni o'zing qurib, Uyg'urlarni keng ko'lamda yo'qotishga yo'l ochding. Har qanday shumliqning keyindagi planlovchi Xitoy kompartiyasi emasmidi? Ammo bularning hammasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga girim qilib ko'rsatib, Sharq Turkistonliklarni terrorist qilib ko'rsatding. Har nima bo'lsa, dunyo bo'yoqlaringni farq etyotidi. Chunki sen tarqatgan virus bo'yoqlaringni yuyotidi albatta. Dunyo tinchlik uchun baxt saodat olib kelishni debsan. Xitoy tajovuzchilari 1,5 yildan beri Xitoy virusini butun dunyoga tarqatib, butun insoniyatga baloy afat olib keldi. Kishilarning baxt saodatini tarmar qildi. Taratgan nejis vaboring tufayli 2,672,480 odam hayotidan ayrildi. 120,748,134 odam kasal bo'lib iztirob chekdi. Har qaysi davlatlarning iqtisodiy shiddat bilan chekindi. Ishchilar karantin qilinib, ishlab chiqarish faolash holatga tushdi. Kishilar baxt saodat emas, jon qutuldirishning g'imida turayotgan mushundaq bir paytda fursatni g'animat bilib, Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazidagi 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarni qo'l o'rnida ishlatib, nurg'un nafga erishib, cho'ntikingni tomlading. Bu qadar razil jinoyatlarni ishlab, yana qaysi yuzing bilan dunyoning tinchligi va baxt saodatidan so'z ochsan? Chaqiriq. Har qaysi davlatlarda xalqning baxt saodati uchun har xil idora xizmati bilan shug'ullanayotgan davlat rahbarlari, olijanoblar. Biz Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi shuni nido qilamizki, Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston xalqining dushmani bo'lib qolmay, butun insoniyatning dushmani. Shunga bulardan jon egildirgan tabiat olamiga buzg'unchilikdan boshqa hech qanday narsa yetmaydi. Demakki, bularning qizil ko'z siyosatlarga, sohib jamol hilisiga, shakar yertilgan o'qlarga aldanmay, tabiatni va insoniyatni aloqa qiladigan qarniyatini tonish uchun qo'yg'oq bo'lishinglarni samimiy tavsiya qilamiz.
22 mart Yevropa Birleşmesi bayonot e'lon qilib, Xitoylarning Sharq Turkistonda kishilik huquqqa daxli taruz qilgan amaldorlarni, ya'ni atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonluq Xalq Qurultayı Doimiy komitetining sobiq muavin mudiri Jo Xaylun, atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonluq partiya komitetining muavin sekretari va Şinjan ishlab chiqarish Bangtuan partiya komitetining sekretari Wang Junjan, atalmış Şinjan partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Wang Mingshan, atalmış Şinjan Avtonom Rayonluq hukumatining muavin raisi, jamoat xavfsizlik tarmoqining mudiri Chin Mingo qatorliq 4 shaxsga atalmış ishlab chiqarish Bangtuan jamoat xavfsizlik idorasiga jazo yurgizganligini, shundaqla yana Rossiya, Shimoliy Koreya, Liviya, Janubiy Sudan qatorliq davlatlarda kishilik huquqqa daxli taruz qilgan kishilarni va organlarga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Yevropa Ittifoqining bu jazolanishi tasdiqlangan shaxslar va o'rinlarning mol-mulklari to'g'ritilib, Yevropa Birlashmasidagi shaxslar va o'rinlarning jazolanishi tasdiqlangan shaxs va o'rinlarga bevosita yoki vositalik mablag' bilan ta'minlashiga yo'l qo'yilmaydigan bo'lib, jazo berilgan shaxslarning Yevropa Ittifoqiga kirishi cheklangan. Amerika, Angliya, Kanada va Yevropa Ittifoqidagi 27 davlatning bu misli ko'rilmagan harakati Xitoy tarafdan qattiq sarosimiga solgan va beoram qilgan bo'lib, darhol o'chilish xarakteridagi harakat bilan javob qaytarib, ularni Xitoy haqida yolg'on va saxta uchurlarni yomon qaraz tarqatganligini ilgari surib turib, Yevropadagi parlament a'zolari va Adrian Zenis qatorliq tadqiqotchilardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqla Yevropa Kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Yevropa parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Amerika tadqiqot markazi, Daniya Demokratik İttifaq fondi jamiyat qatorliq 4 o'ringa jazo tadbir qo'yganligini jakarlab, e'lon qilgan bayonotida yana tahdid aralash Xitoy Yevropa tarafining xatolikning eg'irligini his qilishga, o'zini tekshirishga, xatolikni tuzatishga, kishilik huquq darsi berishni to'xtatishga, ikki xil o'lchamni bekor qilishga chaqirdi. Bo'lmasa Xitoy texnik qat'iy inkos qaytardi degan. Bugungi jazo tadbiri Yevropa Ittifoqi 1989-yildagi Tiananmen qirg'inchiligidan buyon tunji qatim Xitoyga embargo yurgizishi bo'lib hisoblandi. Nurg'un xalqaro kishilik huquq organlari bugun bu vaqtdagi Twitter inkoslarida Yevropa Ittifoqi, Amerika, Angliya va Kanadaning o'rtaq harakatini ilgari ko'rilib boqmagan bir g'albalik hamkorlik bo'ldi deb ta'riflagan. Tangirtaq Doğru'nun 16 martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonda atalmış qizil madaniyatni maktablarga kirgizish nomi bilan yasli yeshidagi bolalarga kommunizm ideyasini zo'rlab tengish planini texnik kuchab ijro qilishga boshlagan. Xabarda oshkorlanishicha, yaqin kunlardan buyon Aqsu viloyati Baynoyilik ma'rif fan texnik idorasi ko'p xil usullar orqali butun noyadagi yosh o'smirlarni Xitoy Kompartiyasining tarixini o'rganishga majburlagan va buni qizil genga varislik qilish deb sifatlagan. Bunun misali sifatida Baynoyilik 2. boshlang'ich maktabining bosh tim yig'ini tashkillash, qizil dramalarni o'rlash, qizil filmlarni ko'rsatish orqali yosh o'smirlarga Xitoy Kompartiya ideyasini singdirganligi tilga olingan. Uningdan boshqa xabarda yana Baynoyilik Qarlayli siyaslisi o'qish boshlangan tunji darsda bolalar uchun atalmış uzun safar yo'lda qayta mengish temisidagi faoliyatlarni o'rlashtirib, Xitoy kommunistik ideyasini singdiradigan qarliqda qiyamishish, o'tloqdan o'tish, qamal liniyasini kesib o'tish, qizil bayroqni izlash qatorliq faoliyatlar orqali bolalarda atalmış qizil gen va qizil ideya yetildirishga, kompartiyani suydigan hissiyotini yiltiz tartqizishga kuchiganligi qayd qilingan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik yurgizgandan sirt assimilyatsiya qilish qadamini tezlatgan bo'lib, o'smirlarga qarata majburiy xitoylashtirish siyosatidan boshqa qizillashtirish siyosatini kuchab ijro qilmoqda. 22 mart kuni Guangzhou shahri Panyu rayonida portlash yuz berib, nurg'un talofatga uchirgan va kishilarning andisini qo'zg'agan. Bu portlash vaqasi o'zini qo'shib portlatish xarakteridagi portlash vaqasi bo'lib, Kanadadagi askarlikdan qaytgan Xu familiyalik birisining Kanad komiteti amaldorining cherikligi, kishilarga zulm qilishiga norozilik bildirib, bombani o'ziga bog'lab Kanad amaldorini quchoqlab portlaganligini, o'zi bilan oz deganda 16 yez amaldorlari o'lgan va yaralanganligini bildirgan. Lekin Xitoy hukumati portlash natijasida naq maydonda Xu familiyalik qatorliq 5 kishining o'lganligini, 5 kishining yaralanganligini e'lon qilgan. İctimai turbatlarda e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, portlashni shu yerdagi Koni Kanadni qayta qurish turi keltirib chiqqan talash tortish ekanligi, Kanad mas'ullari yer egilaridan yerni elish vaqtida Kanad aholilarining manfaatiga eg'ir xiyonat qilganligi, Kanad aholilari bir qancha qatim qarshi namoyish qilgan bo'lsa-mu, Kanad mas'ullari norozilik fikrlariga pisand qilmay razillarcha bostirganligi, yerlik hukumatning buningga parvo qilmaganligini keng tarqatgan. Somalidagi qurg'oqchilik sababidan 70% oila pokiz ichimlik suydan mahrum qolmoqda. Somalidagi bolalarni qutuldirib olingan nomli xalqaro hukumatsiz tashkilotning vakili Muhammad Hasan Dunyo suv kuni munosabati bilan davlatning 18 rayonida olib berilgan tekshirish natijasini e'lon qilib, Somalidagi nurg'un kishilarning suv yetishmaslik qiyinchiligini boshdan kechirayotganligini, taxminan 70% oila fasl xarakterlik o'zgarishlar sababidan pokiz suvga erishmayotganligini, suv kamchiligining Somalidan boshqa yana Keniya, Uganda va Efiopiya qatorliq davlatlardan ko'rilayotganligini eskartib, suv masalasining yemaklik krizini keltirib chiqaradiganligidan aloqador taraflarni ogohlantirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.